Şimdi davamlaştırmayız hürmetli vatandaş. Endi bugün çislağa 2022 yıl 4. ayının 30. günü vatandaşı. Endilikdeki mavzumundaq. Yaponiya vezirinin Şarkı Cənubi Asiyanı ziyaret qilishi Ukrayna krizisi ve Cungo'ga qarshi turishni asosini qiladi. Mavzuli xabar 4. ayının 30. günü Amerika ovozinin Xitoy dil programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Yaponiya veziri Kishida 4. ayının 28. günüdən başlap Şarkı Cənubi Asiyanı ziyaret qiladi. Ziyaret birinci punkt Indoneziyadan başlandı. Ve bu devletin prezidenti Widodo bilen görüşüdü. Bu qatimki ziyarette bu rayondan Ukrayna uruşu qaytırga inkası ve bu rayonda köy sayın örlep keliyotgan Cungo'da dediğe qarşı turuş. Bu qatimki ziyaretten asaslık muhakeme noktası buludu. Alakadar əməldarlarında görsetdi. 7 devlet Groy'nun içinde birden-bir Asiyalik bulup katnaşkan Yaponiya, Rusiyanın Ukraynaga tajavuz qilib kirganligi meselesi to'g'risida Sharqi Janubi Osiyo davlatlari bilan suhbatlashib, Sharqi Janubi Osiyoni Janubi Osiyoning Ukrayna vaziyatiga, ya'ni Rossiyaga qarshi vaziyatiga taqobil turishni kuchaytirish kerak. Muxbirlarni kutib olish yig'inida vazir Kishida mundaq ko'rsatdi. Yaponiya yanala Ukrayna urushini to'xtatishni chaqiriq qildi. Dunyo iqtisodining chekinishiga taqobil turishni maqsad qildi. Ukraynaning prezidenti, Indoneziyaning prezidenti Widodo muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq ko'rsatdi. 20 devlet Groy yığından bu yıllık yukarı dercilikle yığını reis buluşu süpütü bilen Endonezya'da ötküzülüdüken 11. ayda 20 devlet yığını vatandaş. Süpütü bilen mundaq takitleydi. Ukrayna uruşu toxtusu gerek. Biz 11. ayda ötküzülüdüken 20 devlet yukarı dercilikle yığından Rusya ve Ukrayna'nı bu yığınga qatnashishga taklif qildik. Demek bu qatim Indoneziyada o'tkazilgan 20 davlat yig'iniga Rossiya mı taklif qilindi, Ukrayna mı taklif qilindi, Indoneziya taklif qildi. Jakarta Prezident Mahkemesi'nde kutib olish murosimi qatnashgandan keyin vazir Yaponiya vaziri Kishida Indoneziya prezidenti Widodo bilan bir qator masalalar to'g'risida jumladan Jungo'ning bu rayonda mavjud bo'lishi va Jungo'ning bu rayondagi ta'siriy kuchi to'g'risida suhbatlashdi. Sharqiy Jungo dengizi va Janubiy Jungo dengizining hozirgi holatini o'zgartirishga qat'iy qarshi turganligini ta'kidladi. Yaponiyaning vaziri Kishida. Bu so'zi tabiiy holda Jungo'ga qartilgan edi. Kelar ayning oxirida Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden va Avstraliya, Hindiston davlat rahbarlarini kutib oladi. Ve rayon bexatarligi bo'yicha 4 taraf suhbati o'tkaziladi. Beijing taraf 4 davlat bankisini moyat jihati Jungo'ni cheklaydigan bankisiya ve Amerikaning zomagarligini qo'g'daydigan bankisiga deb qaraydi. Yani Jungo bu 4 davlat bankisiga Amerika, Yaponiya, Avstraliya, Hindiston bu 4 davlat bankisiga yuqorqidek baho berdi ve yuqorqida qaraydi.